Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Odiljon qiz uzatadigan bo'ldi. Kuyov keng yelkali, qoraqosh yigit edi. U kuyovni uyga taklif qildi, tanishdi. Mehmonxonaning to'riga chiroyli ustol yasatilib, bo'lajak qaynota va kuyov suhbat qurishdi. Odiljon yigitning uydagilar institutda sirtdan o'qishi, tuzukkina joyda ishlashidan xabar topdi. Og'ir vazmin, biroz tortinchoq yigit ekan. Qiziq o'yladi. Odiljon u meni ada dermikan? Keyin qizi bilan bo'lajak kuyovni yonma-yon tasavvur qildi. Nigora nozikkina, qorachadan kelgan. Oqqush misol yengil yuradi. Sevimli qizi bungacha nina yigitlarga yoqqan. Lekin endi kimlarningdir ko'zining oq-qorasini ham yoqtirmagan qizining to'yi bo'ladigan. O'zi xohlagan, o'zi sevgan, balki o'z ko'nglidagi barkamol yigitga turmushga chiqadigan bo'ldi. Er-xotin to'y xarajatlarini chamalab yengil tortishdi. Har qalay kuchlari yetarkan. Kimlarni aytishadi? Birma-bir ro'yxat tuzishdi. Sinfdoshlari ham qolib ketmadi. Birinchi to'yning zavqi boshqacha bo'ladi. 10 kun oldin to'yga aytishni boshlashdi. Er yangi kostyum-shim, oq ko'ylakda, xotin orzulab tiktirgan po'mbax, asl charm tuflida tikoda yo'lga chiqishdi. Mashina yeldek uchib borarkan. Odiljon sinfdoshi o'zini qanday kutib olishini o'ylardi. Ancha yillar bo'ldi ko'rishmaganiga. Novcha ozg'in Sherzod o'zgarganmikan? Nihoyat tepalikdagi bir qavat oppoq bino oldiga kelib to'xtashdi. Bu allaqachon ilmiy tekshirish institutining tajriba xo'jaligi ekan. Rahimjon ichkariga kirib, uzun yo'lak bo'ylab yurib to'ppa-to'g'ri qabulxona oldidan chiqdi. Eshikni ochib, ko'zlari yashnab ketdi. Ichkari go'yo gulxona, turfa rang o'simliklar yashnab turardi. To'g'rida, lablariga olcha rangini surgan, yasama kiprikli zulflari o'ziga yarashgan 25-30 yoshlardagi ayol choy ho'plab o'tirardi. Bormilar? Odiljon Sherzod deyishga jazm qilolmadi. Otasining ismini esa bilmas. Vich-vichlar go'yo do'stiga yarashmaganda edi. Sherzod Nabiyevich bandlar, dedi kotiba uni o'tirishga taklif etib. So'ng yaltiroq piyolada choy qo'yib berdi. Majlis o'tkazyaptilar. Yarim soatcha kutdi. Diqqati osha boshladi. Taklifnomani kotibaga tashlab ketaversammikan? Unda eslarmikan? Salgina chiroq edi. Keyin xafa bo'lsa-chi? Kel, taklifnomani qoldiray. Hali to'yga aytadigan odamlar ko'p, deb jo'navormoqchi edi. Eshik ochilib xodimlar chiqib kelishdi. Odiljon yengil tortdi. Kiyimlarga qarab olib ichkariga kirdi. Do'sti biroz xayolchan, charchagan holda haliyam stoldan bosh ko'tarmay o'tirardi. Uni ko'rib qotib qoldi. So'ng o'rnidan ildam turib og'aynisi tomon talpindi. Do'stim Odiljon, bormisan, omonmisan? Qanday shamol uchirdi? Hol ahvol so'rashishdi. Sinfdoshlar muallimlarni eslashdi. Bir paytlardagi qiliqlari, hazillari yodlarga tushib kulishdi. O'tganlarni bir-birlaridan eshitib ma'yus tortishdi. Odiljon do'stiga, o'zgaribsan, dedi jilmayib. Qorin qo'yibsan, salobatli bo'lib qolibsan, amal yoqibdi. Sherzod jiddiy tortdi. Bu amal emas, vaqt o'tayapti. Shunga ba'zan o'ylab qolaman. Mana 40dan oshdik. Nima foydali ish qildik? Kimning ko'nglini oldik? Axir inson bir marta yashaydi. Faqat bir marta-ya. Xizmatchilik, qattiqroq gap aytib yuborasan. Shunda o'zim ham kechalari mijja qoqmay chiqaman. Avvalo o'zim qiynalaman. Odiljon qarasa do'stining gaplari hozirgi majlis ta'siridan tugashi qiyin. Dardlashishga esa vaqti yo'q. Pastda mashinada xotini diqqat bo'lib o'tirgandir. To'yga aytgani keldim, dedi u. Qiz uzatyapman. Do'stining ko'zlari chaqnab ketdi. Sena, kechagi bola-ya, muborak bo'lsin. Nima xizmat bor, ayt, tortinma. O'zing borsang shu katta xizmat. Sinfdoshlar bir diydorlashamiz. Suhbatni o'sha yerda davom ettiramiz. Sherzod battar yopishib oldi. Ayt xizmatni. Axir yordamchi bo'lsayam bir xo'jalik rahbariman. Hech narsa kerak emas dedim-ku. Hammasi yetarli. Sherzod qat'iy ohangda uqtirdi. Bo'ldi, sabzi piyoz mendan. To'yona, qo'rqma, xo'jaligimizda yo'q. Bozordan pulini to'lab olib beraman.
Odiljon tezroq ketish uchun taklifnomani tutqazdi-da, o'rnidan turdi. Sherzod uni uzun yo'lak ardog'igacha kuzatib qo'yarkan, tag'in bozordan sabzi, piyoz sotib ola ko'rmanglar-a, deb tayinladi. Mashinada qovoq uyib o'tirgan xotini namuncha deyishini avvaldan bilib, Odiljon mashinaga o'tirar-o'tirmas hammasini gapirib berdi. Mayli, dedi xotini chehrasi yorishib. Sabzi piyoz tashvishidan qutulibmiz. Ha, dedi Odiljon ham negadir ko'ngli g'ash. O'zimiz olamiz desam qo'ymadi-da. Tag'in bozordan olib borarmish. Xotini suyungandek bo'ldi. To'yonadir-da. U ham to'y qilsa olib borarsiz biron narsa. To'y boshlanguncha ekan. Kunlar g'ir etib o'tib ketdi. Bugun sabzi to'g'rar. Odiljon ertalab uydan chiqmasdan qo'shnilar eshik taqillatib hovliga kirib kela boshlashdi. Mahalla omborxonasidan qozon o'choq, samovar keltirishdi. Har holda ertangi oshga hammasi taq qilingani yaxshi-da. Bu ishlarga mahalla faoli cho'rtkesar chapani Haydar Mo'ylov boshqosh edi. Odiljon aslida uni uncha xushlamas. Ba'zan ko'chaning narigi betidan ko'rsa o'zini chetga olib qochardi. Nimagaligini aslida o'zi ham yaxshi bilmasdi. Balki savlati, ehtimol to'g'ri so'zligi uchundir. Ertalab oshga chiqmagani uchun tanbeh berib qolishidan hayiqar. Aslida mahallada shunday odam bo'lgani ma'qulligini u hozir yuragidan his etib turardi. Biriga u, biriga bu ishni buyurib darrov hammani uyushtirdi qo'ydi. O'zi esa qo'lini sovuq suvga urmas. Gohi cho'ntagidan bejirim shisha idishcha olib nos tashlar, atrofdagilarga gapini anglar-anglamas tushuntirardi. Ba'zan birdan tutoqib, kimnidir uquvsizligi uchun koyib berar, goho latifa aytib hammani kuldirardi. Shu tariqa ishlar yurishib turganda Haydar Mo'ylov Odiljonni chaqirib qoldi. Tashvishlardan boshi qotib yurgan Odiljon Haydar Mo'ylov oldida darrov paydo bo'ldi. Xo'sh, ukaxon, dedi u nosdan bir otim og'ziga tashlab. Endi sabzi piyozni keltirchi. Odiljonning ichi uzilib ketdi. Sherzoddan hali darak yo'q. Bozorga borishga vaqti qani? U indamay turaverdi. Hoy, dedi Haydar Mo'ylov, namuncha angrayasan, olib chiqsangchi. Yo'q, Odiljonning oyoqlari kuvazislanib cho'kkalab qoldi. Nima, hali yo'qmi? Haydar Mo'ylov birdan xoxolab kulib yubordi. Hovlida yurgan erkaklar ular atrofiga to'planishdi. Peshayvonda o'tirgan ayollar ham nima gap ekan deb ziyrak tortishdi. Odiljon bu noqulaylikdan sarosimlanib ko'cha tomon yurdi. Yo'l-yo'lakay xotiniga duch keldi. O'sha og'ayningizning va'dasi qursin, dedi u lablarini burib sharmanda qildi-ku. Odiljon boqqa o'g'irlikka kirib qo'lga tushgan bolaning ahvolida edi. Nima qilay axir, o'zi qayta-qayta ishontirgan edi-ku. Xotini battar ovozini balandlatdi. O'ylamaydimi, ertaga tumomon odamga osh berilsa, siz ham shalpayib yuravermay bozordan olib kelib qo'ysangiz bo'lardi-ku. O'chir ovozingni, baqirib yubordi Odiljon. Oradan yarim soatcha vaqt o'tar-o'tmas hovlidan Haydar Mo'ylovning gumburlagan ovozi eshitildi. Qani hoy odamlar, ana sabzi piyozni olib kelishdi. Sal kechikishdi. Shunga ota go'ri qozixonami? Hammalaring to'g'rashga o'tiringlar. O'zi birinchi bo'lib ko'rpachaga o'tirib boshlab berdi. U ishga kirishdimi tamom. Boshqalar tik turib ko'rsinchi. Ko'pchilik baribir yaxshi-da. 2 soat o'tar-o'tmas hamma ish saranjomlandi. Xizmat qilganlar chiroyli yasatilgan dasturxonga taklif etildi. Sho'rva tortildi. Hech kim boyagi dilxiralikni eslamas. Oshpaz sabzi piyozning sifatini maqtardi. Shunda birdan Odiljonning xayolidan Sherzodning o'zi yo'q sabzi piyozni kim keltirdi ekan degan o'y o'tdi. O'tirganlar orasidan sekin sirg'anib chiqib Haydar Mo'ylovga ro'para keldi. Bu, dedi chaynalib, kim olib keldi? Haydar Mo'ylov nos shishasini tizzasiga bir urib silkitdi-da, qiyiq ko'zlari bilan qisib qaradi. O'sha og'ayningni, dedi ko'zlari chaqchayib. Qiziq ekan-ku, hammasini kelin aytdi, xafa bo'lishga arzimaydi. Bilasan, bo'yradekkina tomorqam bor. Mushak sabzi sepgandim. Rosa bo'lib berdi. 4 qopini ertaga bozorga tayyorlab qo'yganman. Bittasini olib chiqdim. Ozgina piyoz qo'shdim. Mendan senga to'yana bolam. Odiljon Haydar Mo'ylovni quchoqlab oldi. Ko'zlariga yosh quyilib keldi. Rahmat.
dedi mahalladoshini qo'yib yubormay. Ming rahmat, sharmanda bo'lishdan qutqardingiz. Jim, dedi Haydar mo'ylov barmog'ini lablari ostiga qo'yarkan. Ovozingni chiqarma, xafa bo'laman. U shunday deb kaftidagi nosni tilining tagiga tashladi-da o'tirganlarga: qani hoy qo'shnilar, turdik endi, boshqa ishlarni qilaylik. Odiljonning ko'ngli g'ashlandi. Sherzodga nima bo'ldi? Albatta bir kun avval sabzi piyozni to'yona qilib boraman degandi-ku. Birovga qolgan kun shunday bo'ladimi? Unda Haydar mo'ylov ham birovki. Qiziq, oldimizdan oqqan suvning qadriga qachon yetamiz? Birozdan keyin mehmonlarni kuzatayotgan xotinining shoh-shodon chehrasini ko'rib ko'ngli yorishdi.